Assalomu alaykum hammaga. Quyonlarimiz ko'payishda davom etyapti. Quyonimiz ham bugundan xas yig'ishni boshladi. Boya radomini aplika qilib tayyorlab berdim. Xas yig'ib joy tayyorlayapti. Xudo xolasa 1-2 kun ichida bu quyon ham tug'ib qoladi. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan ham yaxshi videolar, yangi videolar joylab boramiz. Like, obuna bo'lishda esdan chiqmasin. Mana bu hikol quyonimizning ikkinchisi ham mana yungilib tug'ishga tayyorlanyapti. Xudo xolasa bugun kechqurun tug'ib qolsa kerak. Hamma yo'q yung bo'lib ketgan. Mana bir dunyo yulib tayyorlab qo'yibdi. Nasib Xudo xolasa eson qutulib olsin. Mana bu kishi 14 ta bolachani o'qib katta qilyapti. Bugun 2-kun. Mana bu bolalar yaxshi Xudo xolasa. Kutib turibman mana bu. Tug'ishiga qaraymiz, nechta tug'sa, kamroq bo'lsa bolalari bundan olib bunga qo'yamiz. Bunga ko'plik qiladi shekilli 14 ta quyon. Yana ham kimda maslahat fikrlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana bu quyonga 14 ta ko'plik qiladimi? Yo'q, turaversinmi? Lekin katta quyon bu ham. Yana boqar, kim biladi. Bizni kuzatib boring. Hammangizni yangi videolarda kutib qolamiz.